uyingizda smart televizorda YouTube'da narsa qidirayotganda qiynalib ketdingizmi, uyingizdagi mana bunaqa pultni mana bunaqa smart pultga alishtirish vaqti keldi. Bu pult funksiyasi televizoringizdan ham ko'p. Hozir bitta ko'rsatamiz. Birinchi funksiyasi ko'rayotganingizda o'zini Magic pultdagi mishkasi chiqadi. Ekranda ko'rayotgan bo'lsangiz, xohlaganingizlarni pultni qimirlatib turib, shunda tanlaysizlar. Bemalol o'shani ko'rsanglar bo'ladi. Mishkani ko'rasizlar. Ishlashlari umuman qotmasdan ishlaydi. Hozir endi ikkinchi funksiyasini ko'rsataman. Ikkinchi funksiyasi ko'rayotganingizda orqasi klaviaturali bo'ladi. Bemalol nimani qidirmoqchi bo'lsangiz, shunda terasizlar. Umuman zadejasi ekranda teryapti, top beryapti. Bemalol tanlab turib, mana shu yerda qiynalmasdan hamma narsani qidirsanglar bo'ladi. Uchinchi zo'r funksiyasi bunda голосовой управленияsi bor. Bemalol pultni o'zidan hamma narsani qidirsanglar bo'ladi. Hozir bitta sinab ko'ramiz. Million. Bittada top beryapti. Bitta pult tuzilishini ko'ringlar. Juda ham chiroyli ishlab chiqarilgan. O'zingizlar pultingizdan ko'ra ancha chiroyli ko'rinish. Orqasida ham klaviaturali hamma narsani bemalol qidirsanglar bo'ladi. Hamma televizorlarga tushadi. Android televizor, smart televizor bo'lsa bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa buyurtma beringlar. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor.